May oyida qayerga sayohat qilishni o'ylayapsizmi? Siz uchun top 3 ta ajoyib davlatni tanlab qo'ydik. Tailand. Agar siz issiq quyosh, moviy dengiz va tropik muhitni yaxshi ko'rsangiz, bu davlat aynan siz uchun. May oyida turistlar kamroq bo'ladi. Bu degani siz bemalol plyajlardan zavq olasiz. Phuket va Krabi orollarida quyosh botishini tomosha qilish unutilmas lahza. Yana bir bonus, narxlari hamyonbop. Italiya. Agar siz romantika va tarixni yaxshi ko'rsangiz, may oyida ob-havo juda ham qulay bo'ladi. Sayr qilish uchun ideal vaqt. Rim, Venetsiya va Milan sizni o'ziga rom etadi. Ha aytgancha, haqiqiy italyan pizzasi va gelatosini tatib ko'rishni unutmang. Yaponiya. Agar siz noodatiy va o'zgacha madaniyatni kashf qilmoqchi bo'lsangiz, may oyida tabiat juda ham chiroyli, yashil bog'lar va sokin muhit. Tokio zamonaviyligi, Kyoto esa tarixiy ruhi bilan sizni hayratda qoldiradi. Bu sayohat siz uchun haqiqiy yangi tajriba beradi. Sizga qaysi davlat ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring.